har bitta shofiga mana shunaqa qilib berishgan ekan, ya'ni 0.8 ha? 0.8 millimetr. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasini o'zlaring O'zimiz qo'l mehnatida chiqaruvchi, o'zimiz kesib, o'zimiz kelib, o'zimiz terib berganmiz. Bu Angola Black'dan bo'lgan kafelimiz bu. Angola Black, buni nomi pianina. Girdiga faskasini ochib, Oybekda ya'ni showroomiga ham kelinglar, qaranglar akalar. Agar mana balasinani qo'yadigan bo'lsalar, akalar. Akajon pagonometrga hisoblanadi. Pagonometr qanday hisoblanadi? Mana shu ikkovi bitta 1 metr bo'ladi. 1 metr bo'ladi. Buni ham bo'yni ayirib turganimizda har xil varianti bor. Har xil variant. Buni ham hozir magazinga olib borganimizda ko'rsatamiz akajon. Bir qaranglar, korka, so'qillaring korka, burchatkalar agar bunaqa ham bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan bu Eron g'ishimiz. 2026-yil yangisi bor aka. Faskasini olib, endi Eron g'ishini xohlasa oyna qo'yib terib beramiz. Xohlasa mana 0.4 millimetrlik kafellik kesib joylashtirib beramiz. Kimgadir oyna qulay, kimgadir kafel. Misol, bu ham yangi chiqqan. Bu ham yangi chiqqan. Shu turcha terib beramiz. Terib berish xizmatlarimiz ham bor aka. Bor. Kafelimizga keladigan bo'lsak, polimizga. Polimiz 1 kvadrat necha? 60 ga 60. 60 ga 60 kafelimiz bu. Buni narxi 85 ming so'm. 85 ming so'm 1 kvadrat. 1 kvadrat. Degan quyib chiqargan emas. Tabiiy tog'dan olinadigan tosh bu. Men hozir o'zim ham to'g'risi ushlab ko'rdim. Bunda qo'llarim bilan ushlasalar ham o'zi g'idir-bidir bor ekanda. Buni bor aka. Oyoq to'ymaydi. Oyoq to'ymaydi aka. Hozir yaxshi niyat bilan akalar imorat qilib qo'ydilaring, lekin fasadiga, sokiliga kelganga nima qilishni bilmayotgan bo'lsalar, akalar Eron g'ishini biriga bir qilib qo'ygan ustakalarni olib kelinglar, qaranglar. Buni nomi, ya'ni korka deyishar ekan, sokilga bitta ahamiyat berasizlar. Granit toshidan chiroyli qilib fasondan ustakalarimiz chiroyli qilib terib qo'yishgan ekan, bitta ahamiyat berasizlar, qaranglar. Agar bu fasadlaringga bundan qiladigan bo'lsalaring, 100 yil turib beradigan mana shunaqa korkalarimizni terib bergan ustakamiz, ya'ni Oybekni olib keldik. Keling Oybek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizlarmisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bu fayzli xonadonimizga sokilni terib berdilaring. Sokil xizmatlarimiz fasadlariga borki 7 ga 30 korkasini ham terib berganmiz. Korka terib berdilar. Ahamiyat berasizlar. Shoflari обязательно, ya'ni kafeldan terilgan. Bu Eron kafeldan terilgan. Qaranglar, 0.8 santimetr. Har bitta shofiga mana shunaqa qilib berishgan ekan, ya'ni 0.8 ha? 0.8 millimetr. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasini o'zlaring o'zimiz qo'l mehnatida chiqaruvchi, o'zimiz kesib, o'zimiz kelib, o'zimiz terib berganmiz. Ustalaring ham yana bor. Ustalarimiz ham o'zimizning ustalarimizda qo'ldan chiqqan manshabek. Necha kvadratlik joy terib berdilar mana shu? Bu yerga 85 kvadrat terdik. Mana buni o'zi. Mana korkani o'zi. Sokili bilan birga 140 nechidir kvadrat keluvdi. 140 kvadrat. Bir hafta bo'lib o'tdi. 140 necha kvadrat bo'luvdi. Bu yer o'pishi. Ob'yemda mana shu ikkinchi etaj, mana bu yer. Ikkinchi etaj, birinchi etaj. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin to'g'risi havas qildim. Akalar havas qilgan bo'lsalar, bir dona like bosib, "Malades ustalar" deb yozib qo'yinglar. Usta akalarimiz asli Samarqandlik bo'ladi. Qaranglar, har bitta joyiga, ya'ni sokilimizga faska qilib berdilaring. Bu Angola Black'dan bo'lgan kafelimiz bu. Angola Black, buni nomi pianina. Girdiga faskasini ochib, ikki qator nimasini, ikki qatorda faskasini berib, keyin uni ustiga krishkasini Angola Black 1.4 santimetrlik Angola Black granit toshdan krishkasini yopib berdik. Undan keyin 9,5lik Angola Black qo'yib yana bu ramkasini ham plintusga yuradi, ham korkani ramkasiga yuradi. Undan keyin oddiy miramir 3 santimetrlik miramir qo'yib, yana 4 santimetrlik Angola Black ham qo'ydik unga. Lekin mana shu qilgan ishlaring Eron g'ishi bilan bo'lki birma-bir bo'lki raqobatlasha oladi. Raqobatlasha oladi. Eron g'ishi bilan bu aka bu tabiiy tosh bu. Bu suv shimimaydi. 100 yildan keyin ham o'zini nimasini effektini yo'qotmaydi. Ana chang bosdi, bir xil kommentariyada yozishadi, o'zimiz ham reklama olib boramiz. Chang bo'ldi, uni ustidan yuvdim, buni changni ham suvini o'zi g'ish suv tortadi baribir. U tuproqdan bo'lgan baribir shimoliyat nima qilsak bo'ladi deb. Aka bu chang bo'lsa,
buni yana bitta oddiy motor bilan, yana bitta yuvasiz karcher bilan yana o'z holatida, effektida yana yaltirab, yana blisk berib turaveradi. Buni o'zi orqa tomoniga karkasi bo'ladi 100%, ha? 100% rastvori solinadi buni. Suyuq rastvordan bo'lgan. Bu orqasiga akajon 7 sm joy taylab, tikka qilib orqasiga zarlivkasini birdan solib borganmiz. Mana ozgina ayla tertib tipida ishi qolgan, yana 1-2 kunlik ishi qo'ygan, 1-2 kundan keyin ustolarimiz kelib, yog'ini ham terib berishadi. Ya'ni ramka holatda qilib qo'yiladi. Ramka holatda, undan keyin yana bir 3 kvadrat joyimiz qolgan. Frontoni qaydan kelishini bilmadik. Shuni taylab ketdik. Endi erta 2-3 kundan keyin nasib bo'lsa kelib, qolgan joyini ham terib berib ketishadi. Gap bo'lishi mumkin. Endi mana bu oyoq tagiga ham o'zimiz terib berganmiz. Kafellarni 60 ga 60 kafelini ham o'zimiz terib berganmiz buni. Ikkita manzarali nima ham ikkita manzarasi bilan birga. Endi qarang, narxini ham sirazi aytaylik, hozir obunachilar chunki hammaga qiziq bu joyi, ya'ni narxi bo'ladi. Buni 1 kvadrat hisoblanadi. 1 kvadrat hisoblanadi aka. Qarang, 1 kvadrat hisoblanadi bu. 1 kvadratni 140 ming so'm. 140 ming. 140 ming so'm. Uning ichida yana отдельni ichida debam, mana bu kafelliga отдельni yana minadi. Yana minadi. Bu kafelli har xili bor akajon. 60 mingligidan to 180 mingligigacha bor. Klient bilan maslahatlashib, eng baribir qaysi qimmat bo'lsa, kassasi o'sha bu yerga 180 ming so'mlik kafel qo'yganmiz, Angola bilakdan bo'lgan, so'kiligi ham shunday qilib olib berganmiz. Qarang, faskasini 20 ming so'mdan ochib beramiz, 1 metrini, 140 ming so'mga kafelini o'zini terib beramiz. Agar splashnoy bo'lsa. Yo'q, mana shunday holat degan. Shunday holat degan. Mana shunday holat degan. Terib beramiz. Faskasi uchun отдельно 20 ming so'm olamiz. 20 ming so'm. Qolgan joylar dollar, yog' bag' deydi, dollarga emas, so'mga o'zimiz so'mda gaplashamiz. 20 ming so'm mana shu 1 metrga olamiz. Metrga bo'ladi. Endi minimal anasini ham Angola bilak toshimizni ham 1 metrni 20 ming so'mga olamiz. Endi minimalni 1 metrga mana shu keyin 1 kvadratimizga misol rasxod hammasi usto puli общий hammasi necha pulga tushadi? Buni qarang, klient bizda o'zingiz bilasiz, bir dona mixga ora qilmagan hollar ham terib beramiz va bu klient xohishiga qarabda yana. Xohishiga qarab. Klient turib aytdiki, "Yo'q, buni o'zim oldiraman. Faqat menga toshing bilan ustalaringni berasan" dedi. Qolgan narsasini o'zimiz olib kelamiz dedi. 3 xil variant bor. 3 xil variant bor bizda. Bu yana aytib o'tganimizdek, qarang akajon. Agar o'zingiz ustalaringiz va klientimizda o'sha obunachilarimiz o'zi ustosi bor bo'lsa, toshini aytgan narsasini kesib beramiz. Agarda yo'q, ustalaring bilan birga kelasan, qolgan narsasini o'zim olib beraman deyishlari mumkin. Undayda ham bo'ladi akajon. Yana 3-chi variant akajon, bir dona mixga ovora qilmagan hollar. Ya'ni hech narsaga, faqat bunaqaday pulini sanab beradilar. Qolgan narsasini bir dona mixga ovora qilmagan, avet, zaptirik, ujun degan gaplar bo'lmaydi aka. Hamma narsasini birgalikda qilib. Mana shu xonadonimizga ham, ya'ni faqat o'zlaringdan olib kelib qilib Faqat ustalarimiz bilan toshini olib kelganmiz. Qolgan xarajatlarini klientimizni o'zim qilaman dedi. O'zlarining magazini bor ekan, hozmang magazini, nima kerak bo'lsa o'zim keltirib beraman degan. Mana bu kafeldan tortib qolgan hamma narsasini o'zimizni ishlab chiqarib, o'zimiz olib kelib qurib berganmiz. Kafelga ham holi yana polga ham to'xtalamiz. Qarang, bu necha xil fasonimiz bor buni? Aka, buni fasoni ko'p. Xohlasang klient buni rostdan o'zi chizdirib, o'ziga biz boshqa variantlarni ham ko'rsatdik, yo'qmadi. O'zimni variantim deb o'zlari borib proyekt qilib chizdirib olib kelib bizga berdilar. Biz xuddi o'shani qilib chiqarib berdik. Agar o'zlaringga nimalaring, fikrlaring bo'lmasa, ya'ni o'zlaringning dizayner nimalari ham bor, to'g'rimi? O'zimiz borib, o'zimiz ko'rib, rasmlarni ko'rsatib, agar u deraza qanday, arasi qancha, hamma narsasini hisob-kitob olib qilib beramiz. Endi kafelimizga keladigan bo'lsak, polimizga. Polimiz 1 kvadrat necha? 60 ga 60. 60 ga 60 kafelimiz bu. Buni narxi 85 ming so'm. 85 ming so'm 1 kvadrat. 1 kvadratda. Terilishi. Kafelni o'zlari olib berdi. Kafellarni o'zlari olib, yo'q, kafelini biz olib keldik, o'zlari qolgan. Mana sement, bunaki shu narsalarni klientning o'zi olgan. Hozir kafel bilan terib berish narxlari necha pul bo'lyapti? U endi borki, xabonaga aytib o'tganimdek, har xil ustalarimiz bor. Misol uchun borki 70 ming so'mdan 110 ming so'mgacha oyoqdagi teraman deydi. U endi misol uchun uni bonaki klientni xohishiga qarab, kelishilgan hollar, klientga buni jabr qilmagan hollar chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ya'ni kafel izlab ham yaqin-yaqin borish kerak emas. O'zimizni magazinimizda o'zlari showroomlariga ham boramiz, yaqindan bir qator videolar chiqaramiz.
lekin darvozani oldini to'g'risi shunaqa ham chiroyli qilib terib qo'ygan ekanlar. To'g'risi havas qilib operator keling ko'rsating qarang. Ha, buni ham o'zimiz terib berganmiz. Bu darvoza qismini ham. Pastga har bitta qaranglar. Ko'rsating, har bitta detallarni, ya'ni pastga ochib berganlar qarang. Qo'l borki, umuman qadalmaygan, qo'l umuman qadalmaydi akajon. Mana bemalol yurishingiz mumkin mana. Bemalol qo'lingizni nima qilishingiz keyin qarang, buni ham bitta tushuntirib ketsak, mana misol bukva P bu qayrilgan, bu ham shu kvadratga kiriladimi? Yo'q. Bu pagonaga. Bu borki, pagona metrga yoki общий bitta darvozangiz dogovorga. Dogovorga. Ha, общий dogovorga ikki xilga yuradi bu. Yoki pagona metrga. Ha. Bo'yna bu uy egasi bilan gaplashamiz. Darvoza qanday bo'lgan qo'llar, ya'ni borki, misol uchun bunaki общий bundan ham zo'r variantlar bor-da misol uchun. Ha, ular dogovorga bo'ladi. Ha, misol oddiyrog'i bo'lsa pagona metrga bo'ladi. Agarda metrga bo'lsa metr bilan hisoblab berasizlar. Agarda shu turishi keling $1000, $2000 deysiz, agar ma'qul bo'lsa terib berasiz. Uni qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin. Endi romlarimiz bilan bitta ko'rsatib o'taylik. Zinalarimizni ham qilib berdilaringiz. Zinani ham qilib berdik. Akajon qarang, Angola Black'dan bo'lgan kafelimizni sapojogiga deydi, shunga qo'ydik dagini, uni ustiga 7 santimetrlik Dubay faska olingan qo'lli krishkasini qo'yib berdik. Granit, Granit tosh bu. O'rtasi ya'ni kafelimiz bilan. 30 ga 30 kafelimiz. Bu qanday hisoblanadi? Bu ham bo'lki akajon pagonometrga hisoblanadi. Pagonometr qanday hisoblanadi? Mana shu ikkovi bitta 1 metr bo'ladi. Ha, 1 metr bo'ladi. Buni ham bo'yna ayirib turganimizda har xil varianti bor. Har xil variant. Uni ham hozir magazinga olib borganimizda ko'rsatamiz akajon. Ha, 1 metri 120 ming so'mdan boshlanadi bular. 120. Ha, u oddiy mramormizdan to'g'ri. Buni Angola Black, undan tashqari boshqa toshda bo'lib boraversa, u qimmatlashib boraveradi yana. Zo'r. Operator kelasiz. Endi mana bu atmosferaga bitta ahamiyat berasizlar. Eshigimiz va romimizda hozir ko'rasizlar, pokaktegalar bor-da. Именно shundan biriga bir qilib prosta bunimiz kafeldan bo'lgan. Kafeldan bo'lgan. Bitta ahamiyat berasiz, keling operator. Tepalarni ko'rsatasiz. Fasonlari shunaqa ham chiroyli, lekin uy egasini ham didiga to'g'risi havas qildim. Juda ham chiroyli chiqqan joyimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir ikkita ishlovlari bor hali bu yerda. Hali aytayman-ku, bunga hali yana ustalarimiz 1-2 kundan keyin kelishadi. Mana bu yerlarni sariqlarini yo'qotib, qara fugaga o'xshagan narsalar bor. O'shalardan yopishtirib, mana bu narsalar ko'rinmaydi keyin. Mana bu nimamizga ham zo'r chiroyli chiqqaniga ham tahminat berasizlar. Tabiiy tosh. Qo'llaring dard ko'rmasin. Nimalarimizga padagonlik qo'yib berdik. Ha, padagonlik qo'yib berdik. Marmar, adashmasam. Marmar bu. Ikkita oynamizga ham marmar qo'yib berganlar. Buni обязательно o'qdan qo'ydik biz. Agar qarasdan qo'yganimizda bir xil bo'lib qolardi. Bir xil bo'lib qolardi. Обязательно o'qi qaymoq svet rangidan qilib berdik bu yerga. Endi qarang, padagonliklarimiz qanday hisoblanadi? Mana shu tiyagalarimiz ham u metrga hisoblanadi. Bu ham akajon pagonometrga hisoblanadi bu. Ha, pagonometrga hisoblanadi. Endi hozir bu yerda ustalarimiz yo'qligi uchun uncha endi bo'ynakda aytganimdek har xil hisoblanadi. Har xil hisoblanadi. Ha, bu ham har xil hisoblanadi. Agarda ertaga oddiy ramka qo'yib, misol chiqib qoladi, misol uka bunaqa fason misol oddiy qo'yib ketasan, kafelanda keyin ko'rkani boshlaysan. Mana bunaqa narsalar menga figuralar kerak emas desa, u narsa shunday kvadratga kirib ketadi. Kvadratga kirib ketadi. Lekin agar отдельно mana bunday qilib fason qilib, mana bunday qilib o'zgacha chiroyli qilib chiqarsalar, bu pagonometrga yuradi. Lekin to'g'risini ham aytaman, aniq pagonometr ustalarimiz klient xohishiga qarabda. Hozir men sizga aniq buni esolmayapman, necha pulga qilib berganini, lekin arzonroq qilib chiroyli qilib beramiz. Bunga va'da beramiz. Pastlarga ham ahmiyat berasizlar, qaranglar. Bu 7 ga chiroyli qilib qo'yishga. Bu 7 ga 7. Faqat klientlarimiz yana borki, so'rashyapti, obunachilar, mana bu tushib qolmaydimi? Bu yopishtirilgan kafelni usti. Aka, bu 100 yil ham tushmaydi. Tushmaydi, ha? Bu 100 yil ham tushmaydi. Mana shu uyimizga necha yil garantiya berdik? Akajon, bu uyimizga 15 yil garantiya berdik. 15 yil garantiya berdik. Agar shu 15 yil ichiga biron nima bo'lsa, 14 yildan keyin ham qaytib kelib boshqadan qilib beramiz. Qilib berasiz. 14 yildan keyin ham boshqadan kelib. Oybekning nomerlari pastga behijolat telefon qilasizlar. Agarda katalog so'rasangiz katalog ham tashlab berishadi. O'zlari asli Samarqandlik bo'ladi, Pastorg'om, Pastorg'om Arabxonadan. Arabxonadan bo'ladi, behijolat kelaverasizlar. Lekin to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Ishlaringga havas qilib qaranglar, so'killi podval qismlarimizni ham chiroyli qilib qo'yishga. Hozir
o'zlarini showroomlariga ham bor, showroomlariga borib, yoqdan ham batafsil ma'lumotni aytib o'tamiz. Oybek, endi mana shu xonadonimiz minimalni hammaga qiziq, necha pulga bitta mana shu hamma ishlarimiz, usta puli, materialimiz, ya'ni korkalarimiz. Materialimiz bilan 128 million bo'lgan. 128 millionga mana shu xonadonimiz bitkazib beriladi. Ha, 128 millionga mana shu xonadonimiz общийda mana ikkinchi etajlari ham uning ichida bor. Buni ham ko'rsatamiz, mana ekran ham qo'yib qo'yamiz. Agarda mana bunday qilmayman, men oddiyrog'ini qilaman bu yeriga, yoki ana deraza qismlarimizga oddiyrog'ini qo'yaman men. Faqat menga mana tabiiylik ko'proq ko'rinsin deb uniga tan narxi yana ham tushadi. Yana tushadi. Xullas mana shu xonadonlarni 80 millionga ham terdirib tugatsalang bo'ladi. Ya'ni 80 millionga, 150 millionga, balkim 200 millionga ham. Misol uchun mana bu yerga hozir klient xohlagandek kafel qo'yib berganmiz. Bir xil obunachilar misol uchun menga kafel emas, menga bu tabiiy tosh qilib berasiz. U uni ustiga yana ham binadi. Zo'r. Akalar, bu videomizni mana shu fasadiga nima qilishni bilmaydigan akalarga jo'natib qo'yinglar, chunki Eron g'ishi bilan biriga bir raqobatlashadigan, ya'ni ko'rkalarimizni terib bergan usta akalarimiz bo'ladi, akalar. Qaranglar. Bu Eron g'ishidan ancha borki mustahkam, borki turban beradi. Любой payt yuvsangiz ham bo'ladi aka. Chang yoki birona bo'lsa, hatto 3 oyda bir marta yuvsangiz ham, karcher qilib qo'yish ham, karcher qilib qo'yish. Yangiday bo'ladi. Yana yangiday bo'lib o'z holatiga qo'ymaydi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir showroomlariga ham boramiz, yoqdan ham bir qator ma'lumotlar aytasiz. Bo'lib akajon. Oybekda ya'ni showroomiga ham kelinglar, qaranglar akalar. Agar mana balasinani qo'yadigan bo'lsalar, akalar, xohlagan fasonlaring ham bor ekan, ko'rishlari mumkin. Malla deysizlarmi, seri deysizlarmi? Undan tashqari kafel, olmishlik, olmishga 120lik sokil uchun xohlagan turdagi kafellarni ham topsalang bo'ladi. Granit toshlarni aytmaysizlar, qaranglar. Oybek, xudo xolasa 2026-yil balasina narxlari qanday bo'lyapti? Kafellarimizning narxlari. Yana bitta narsa yangiligi qilibdilar, qarang. Bu granit toshlar, ha? Bu granit toshlar aka, bu polirovannisi bu. Polirovannisiga teriladi. Balinsami, uymi, ofismi farqi yo'q. Qaranglar, qarang, fasonlari bor. 1, 2, 3 kirpijli variantlari ham bor ekan, teleoperator. Bitta ko'rsatib qo'yasiz, qaranglar. Gap bo'lishi aka, bu borku shershavik deyiladi aka, bu shershavik 14 ga 20 sm. Ayoq tayyorlanmaydi. Tayyorlanmaydi akajon. Bu qarang aka, bitta oq, bitta qarasi qo'yilgan bunga aka. Bu yangi chiqqan buni. Bunaqasi aka hali hech kimni terilmagan bunaqasi. Terilgani yo'q. Ha, agar nobodo sizda hovlingiz katta bo'ladi-ku, ha? Buni katta 200 kvadrat deb olaylik, ha? 200 kvadrat, ikki tarafda yo'lcha bor. Yo'lchangizga misol uchun shuni balasidan. Ha, bu spesialni buni yo'lchangizga teriladi. Buni ko'radigan bo'lsalaring, ya'ni g'ish razmerdan bo'ladi. Ha, g'ish razmerdan. Bu yo'lakchangizga. Bu ham talqinmaydigan. Bu tabiiy qara tosh bu aka. Qara tosh. Assortiment bor. Assortiment bor aka, nalichida bor, hammasi bor. Kvadratga necha pul bular? Akajon, mana buni narxi 180 ming so'm. 180 ming so'm. Qancha xohlasalar shuncha bor. Bu ham xuddi shunday. Narxida farqi yo'q ikkalasi. Farqi yo'q. Ha. Keling. Mana bular esa salgina arzonrog'i. Bu salga nisbatan bu arzonrog'i. Bu 160 ming so'm. 160 ming. Ha, bu lekin polirovannisi bu. Agarda katta ob'yom bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa yana ham kelishtirib beramiz. Yana ham kelishtirib beramiz. Kvadrat ham qo'shib beramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa endi bu fasonga bitta ahamiyat berasiz. Akajon, bu mramor bu. Mramor. Ha, polirovka bo'lmagan. Bu ham xuddi shershavikday. Ha. Ko'rsatasiz? Yerga endi bosganmiz, qarang aka. Bu ham shershavikdan polirovkasi bo'lmagan. Bunga ham yerda oyoq to'yrilmaydi bundan. To'yrilmaydi. Ha, to'yrilmaydi. O'rtasiga 5 ko'zi ham bor. Ha, bu 14,5 akajon 28 bo'lardi uzunligi. Mana bulari bor. Bular akajon qarang, bu 14 ga 20 bu ham. Buni ham 5 ga 5 ko'zi bor akajon. Xuddi o'g'lisi mana shunday qilib ramkalar qo'yib, havlarni vez aylantirib qora ramkada o'rtasiga mana shunaqa terib berish xizmatlarimiz ham bor akajon. Terib beramiz. Akalar, agarda sokillaringga mana shunaqa korkalardan terib turib, burchatgalaringga mana shundan teradigan bo'lsa, to'g'risi hayratga qolaydigan skazishni uy bo'ladi akalar. 1 kvadrat qancha bo'ladi?
Akajon buni 1 kvadrat 120 ming so'm. 120 mingdan. Yana ham kelishtirib beramiz. U razmeriga farq qilmaydi. Yo'q, razmeriga farq qilmaydi. Splashni 120. Splash. Mana bular akajon polirovkachi. Xohlasa polirovkaligini qilib beramiz. 120. Ko'zchasi aka shuni ichida. Ichida bo'ladi. Bu aka 14 ga 14. Polirovka varianti. Xohlasa ayboningizga qo'yishingiz mumkin. Mana suv tegmaydi, qishga deymiz-ku, ayboningiz ichiga mana polirovkaligini tersa bo'ladi. Xohlasak 15 ga 15. Xohlasa 15 ga 15, 30 ga 30. Mana 30 ga 30 aka. Mana akalar 30 ga 30. Mana 30 ga 30. Xohlasa polirovkaligi bor, 7 ga 7 ko'zi bor. Xohlasa bespolirovnisi bor. Bu ham 7 ga 7. Ko'zi buniki ham, polirovka bo'lmagani ham. Polirovka bo'lmagani bor. Mana bu qarang akajon. Mana bu rozovey. Rozovey. Bu atlasovey. Bu 10 ming qimmat, bu 10 ming arzoni. 2 qator atlas qo'yilgan, 2 qator rozovey qo'yilgan. Endi ikkovi narxiga 10 ming so'm raznika qiladi. 120 ming so'm bu, 110 ming so'm bu. 110 ming so'm bu. Keyin bu fasonni ham bitta ko'rsatinglar. Qarang. Agar bundan qiladigan bo'lsa, to'g'risi fasonni ham qandaydir yarashadigan fasonda bu. Qarang akajon. Bu bitta rozovey, bitta atlas qo'yilgan. Bu uyingizga kirganingizdan keyin kak buni remenniy ko'rinadi. Remenniy ko'rinadi bizga. Ham o'rtasiga 7 ga 7 ko'zi bor bu. Ko'zi bor. Buni kvadrati 115 ming. Buni kvadrati 115 ming so'mdan akajon. Solishtirishingiz ham mumkin. Qaranglar, korka, so'kinlaring korka, burchatkalar agar bunaqa ham bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. O'zlaring qilasizlar-da, to'g'rimi buni? Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Aka yana shershavik. Shershavik. Bu ham shershavik. Qarang. Sayqalmaydigandan bo'ladi. Sayqalmaydiganda 14 ga 28, o'rtasida ko'zi bor. Sangiga e'tibor bermaymiz. Endi havomizda shunday. Qarang akajon. Buni ham narxi 150 ming so'm. Buni narxi 150 ming so'm. Ko'zlari ham shuni ichida. Ichida bo'ladi. Adella bo'lmaydi. Yo'q, adella bo'lmaydi, shuni ichida. Bu 150 ming. Bu ham xuddi shunday 30 ga 30. 30 ga 30. 30 ga 30. 7 ga 7. 7 ga 7 ko'z. Bu xohlasa klient menga 10 ga 10 ko'z qo'yib deyishyapti. Mana ko'rib turganlaringiz 20 ga 20. Bu 20 ga 20 miz. Misol uchun mana 30 ga 30 ko'zi maydaroq bo'lib qolib 10 ga 10 qo'yib desam 10 ga 10 qo'yib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar burchatkaga imенно hozir trendga bo'lyapti-da, to'g'risi. Shershaviklar hozir yangilik akalar. Tabiiy tosh bu aka. Tabiiy tosh. Bu quyma yoki apparatda ana bo'lgan quyib chiqarilgan emas. Tabiiy tog'dan olinadigan tosh bu. Zo'r. Men hozir o'zim ham to'g'risi ushlab ko'rdim. Bunda qo'llarim bilan ushlasalar o'zi g'idir-bidir bor ekanda. Buni bor ekan. Oyoq to'ymaydi. Oyoq to'ymaydi aka. Hozir zo'r. Oybekka zakaz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, bundan tashqari, ya'ni g'isht deysizlarmi, zinalaringga mana shunaqayin granit toshdan ham tayyorlab berishadi. Balasini ham xuddi shunga qarab moslab beraveradi. Shunga moslashib qaro, bunimiz ham qaro. Xohlasalar mana bunaqa malla rangidan marmar bular. Bularimiz qanday hisoblanadi? Bitta balasina hisoblanadi. Bitta balasina hisoblanadi. Mana shu bitta balasinamiz 350 ming so'm. 350 ming so'm. Qarang, bu bir xil, bu g'ozg'on tabiiy toshdan olingan bo'ladi. Mana bunisi qara akajon. Buni hammasi toshiga bog'liq. Toshiga bog'liq. Toshiga bog'liq akajon. Mana bular aka, bu qap-qara bu aka, o'zimiz tabiiy tog'dan olingan tosh bo'lib turib, buni narxi 550 ming so'm. 550 ming so'm. Atlasniki bor. Atlasniki ham akajon 350 ming so'm. 350 ming. Bu ham 350 ming so'm. Ya'ni rangiga qarab, mana bu qarang akajon, mana buni vaqti chaqmoq deyiladi. Chaqmoq ichida o'ziniga yarasha o'qi bor akajon. Uzorlari bor. Bu 450 ming so'm akajon. 450 ming. Bu 450 ming so'm. Agarda zira qilmoqchi bo'lsa, ya'ni balasini ham shu yerdan topsa bo'ladi. Birdan o'ziga moslashtirib balasinalarni qilib beramiz. Aka qarang, bu Tom Brown, xohlasa Tom Brownni mana balasinasidan qilib beramiz. Qarang. Bu Angola bilek. Bu Angola xohlasalar Angola bilekdan qilib beramiz. Nomi nima deysiz buni? Bu Tom Brown aka. Tom Brown. Bu Angola bilek akajon, xohlasa Angola bilekni balasinasidan qilib beradi. Agar balasina kerak desa. Tom Brownniki bu Tom Brownnikidan qilib beradi. Marokandniki bu hozir bu yerda tugab qoldi aka, sotib bo'ldi. Ya'ni bor, lekin bor. Birga bir bo'ladi-da. Birga bir bo'ladi. Endi qarang, zinalarimizni metrga hisoblanadimi? Metrga hisoblanadi. Qanday metr bular?
mana bu sapojogi deyiladi. Endi usti qismi bilan akajon ana shuni 1 metri 150 ming so'm. 150 ming i plus avalni bo'lar ekan. Avalni qilinadi. Ayoq to'ymaydi. Agar polirovka olib berasizlar desa, unga ozgicha qo'shiladi, ko'p qo'shiladi. Polirovkaga o'sha ustoq haqqi qo'shiladi. Agar yo'q, menga polirovka kerak emas desalar, mana shunaqa ham bo'lib qoladi. Ya'ni qirrali bo'lib qoladi-da. Qirrali yo'q, qirralik bo'lmaydi akajon. U tabiiyligini ko'rsatib turadi-da. Tabiiyligini ko'rsatib turadi. Tabiiyligini ko'rsatib turadi. Zo'r. Mana bular akajon Ko'ksaroy. Bu Dubay olingan faskalik akajon. O'zimiz O'zbekistonlik. O'zimiz O'zbekistonlik aka, Ko'ksaroy Rozuy aka bu. Ular qanday narxlar bor? 170 ming so'm akajon 1 metri. Ya'ni nech puldan nech pulgacha bu? Akajon qarang, bu yerda 150 ming so'mdan akajon 450 mingga davr bor. 450 minggacha. Mana shu anglobiliklarimiz 450 ming. 450 ming so'mdan mana shu faskalari ichida. Bu ham xuddi shunday. Bu ham xuddi shunday. Tom Brown. Yana fasad uchun yana bitta yangiliklar keling. Akalar bitta o'zlaringni uylaringga tasavvur qilsalaring bo'ladi, fasadlaringni qaranglar. Variantlar bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni buni farqlari nima deydigan bo'lsalar, operativ keling. Buni ko'radigan bo'lsalar, faskasi yo'q. Agar bunga ahamiyat beradigan bo'lsalar, faskalari bor. Mana, operativ ko'rsatishingiz mumkin. Shoflariga kili yoki yana bo'lmaydi, bunga o'zini kafellari bo'ladi, to'g'rimi? Ha, akajon mana qarang aka. Bu Eron g'ishimiz. 2026-yil yangisi bu aka. Faskasini olib, endi Eron g'ishini xohlasa oyna qo'yib terib beramiz. Xohlasa mana bunday 0.4 millimetrlik kafellik kesib joylashtirib beramiz. Kimgadir oyna qulay, kimgadir kafel. Misol, akajon bu Eron g'ishlari. Xohlasa arasiga hech narsa qo'ymayman, rastvor ham ko'rinmasin, hech narsa ko'rinmasin. Faskasi olingan desa akajon, bu ham yangi chiqqan akajon. Bu ham yangi chiqqan. Shu turcha terib beramiz. Terib berish xizmatlarimiz ham bor ekan. Bor. Bu akajon qarang, bu ham g'ish, bu Samarqand g'ishi. Samarqand g'ishi Eron texnologiyasida chiqqan bu akajon. Bu agar buni terdirsangiz, buni arasiga aka bu sizga bu travitin borki, mana hozir dollarga beriladigan travitin mana o ko'rishingiz mumkin aka, xuddi o'shani effektini beradi. Xuddi o'shani o'ziday bo'ladi. Misol uchun mana Eron g'ishga qarangdagini bunga qarang aka. Rangidan farqlansa, rangidan ham bu farq qilsangiz bo'ladi akajon. Bu Samarqanddan o'zimizdan chiqadigan g'ishimiz aka bu. Endi qarang, o'zini ustosi bor, o'zini ustalari. Faqat sizlar borki, g'ish bilan mana shu shofaga ketadigan kafellarni beradigan bo'lsalar, 1 kvadratini nechi pul? Akajon, bular donasiga beriladi. Donasiga beriladi akajon. Qarang, bu faska olingan g'ishlarimiz, faskasi olinmaganidan nima ozgina qimmat aka. Chunki buni mana bu yerga ishlov bergan. Ishlov berilgan. Mana bu yerga mehnati bor akajon. Qarang, mana bu 20 ligini narxi 2200 so'm. 2200. Agar yo'q, menga 22ligi kerak. Uzun g'ish ham bor-da, buni 2 sm uzun g'ish. Unga 150 so'm, mana 2300 so'mga u chiqadi. Bitta donasi. Bitta donasi. Agarda qarang, ustalarim yo'q, o'zlaring usto bilan g'ishlarni olib kelib terib berish xizmati qanday bo'ladi? U ham bor akajon, ustalarimiz bor. Ular kvadratga. Usta kvadratga oladi. Bir kvadrat donasiga ham gaplashamiz. Bu hali endi 26 har doim ustalarimiz, endi hozir ustalarimiz bilan maslahatlashib, endi klient xohishiga qarab, xohlasa klient donasiga berdirtiradilar, xohlasa kvadratiga. Variant hozir chiqaryapmiz akajon. Ustalarimizdan bor. Bu ham xuddi shunday akajon. Bir dona mahkam ovora qilmagan holda ham buni borib, terib berib xizmatimiz mavjud. O'zbekiston bo'ylab. Ya'ni Oybekda nomeri bor, telefon qilasizlar, sizlarga ya'ni A'dan to Y'gacha tushuntirib beramiz. Hamma narsasini tushuntirib beramiz. Aloqaga chiqsin, bizning nomeri bilan tagiga nasib bo'lsa qo'yib berasiz akajon, aloqaga chiqsin aka. Faqat klientdan faqat ustalarimiz yotadigan joyini qilib bersalar, joyini qilib beradilar. Agar boshqa viloyatda bo'lsa, agar o'zimiz Pastorg'omga yaqinroq joy bo'lsa, o'zi qatnab ishlayveradi. Agar boshqa viloyatda, Pastorg'omdan yoki uzoqroqda joyda bo'lsa, kelib ketish imkoniyati yo'q bo'lsa, faqat hamma narsa o'zlaringizdan desa, faqat klientdan faqat yotoq joyi so'raladi. Yotadigan joyni qilib beradi. G'ish teradigan brigadalaring ham ko'p. Bor aka. Behijolat telefon qilaverasizlar. Oybek, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Nasib bo'lsa akajon, bu safar yana ham yangilik nimalarimiz bor akajon. Bir oylarda nasib bo'lsa yana ham
kelamiz, yana obunachilikni yana ko'rsatamiz bir oylardan keyin, xudo xolasa, ha akajon. Zo'r. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring akalar. Bizlar har doim yangilik qilishda charchamaymiz akalar. Like bosib turib, obuna bo'lib qo'ysalaring, biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishlar mumkin. Fasadini, brushatkasini nimadan qilishni bilmaydigan akalarga srochni jo'natib qo'yamiz.